Assalomu alaykum. Bugungi video darsda HR and Payroll modulini ko'rib chiqamiz. To-do komandasi tomonidan tayyorlangan bo'lib, O'zbekiston qonunchiligiga to'liq lokalizatsiya qilingan. Birinchi bo'lib, asosiy menyudan Employees, ya'ni xodimlar moduliga kirib olamiz va bu yerda biz barcha xodimlar ro'yxatini birinchi chiqib kelganini ko'ramiz va yuqorida chap tarafda New, ya'ni yangi qo'shish tugmasini bosish orqali yangi xodim qo'shib olamiz. Xodim ism sharifini, pochta, telefon raqam, kerakli ma'lumotlarni hammasini kirgizib olib, uni save qilib saqlab olamiz. Va yuqorida smart buttonlarning ichidan, ya'ni aqlli tugmachalarning ichida more, ya'ni ko'proq ko'rsatish tugmasini bosamiz va u yoqda HR orders bo'limini tanlaymiz. Yangi buyruq qo'shish uchun HR ordersga kirganimizdan so'ng new tugmasini bosamiz chap tarafda va u yoqda order type, ya'ni buyruq turi qismiga kerakli buyruqni, misol uchun ishga qabul qilish buyrug'ini tanlaymiz. Sanalar va xodim ma'lumotlarini, lavozimi, bo'limi, daraja, ish haqqi bo'yicha kerakli maydonlarni to'ldirib olamiz va approver maydoniga shu buyruq bo'yicha ruxsat beradigan shaxsni belgilab qo'shib qo'yamiz. Ma'lumotlar to'ldirilgach, submit yuborish tugmasini bosamiz. Buyruq holati draft, ya'ni qoralama holatdan yuborildi, ya'ni submitted holatiga o'zgaradi. Rahbar sifatida buyruqni tasdiqlash uchun yuqoridagi approve tugmasini bosamiz va buyruq approved, ya'ni ruxsat berilgan holatiga keladi. Va nihoyat jarayonni yakunlash uchun execute tugmasini bosamiz. Buyruq executed, ya'ni bajarildi holatiga o'zgargan ko'rishingiz mumkin. Endi ish haqqi, ya'ni payroll va hisob-kitobga o'tamiz. Xodimni profiliga qaytamiz va u yoqdan payroll tabiga o'tamiz. Bu yoqda xodim shartnoma shartlari ko'rsatilgan. Yuqoridagi payslips tugmasini bosib, u yoqdan xodim uchun yangi oylik hisob varag'ini yaratamiz. Hisob-kitoblarni boshlash uchun Compute Sheet tugmasini bosamiz. Tizim xodimni ishlagan kunlari va stavkasiga qarab avtomatik hisoblab beradi. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda xodim oyni boshida ishga kelmaganligi sababli out of contract degan maydon bor va bu oylik qilib hisoblanmaydi. Shuning uchun 0 turibdi. Salary computation bo'limida barcha soliqlar va yakuniy to'lanadigan summalar aks etganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hisob-kitob to'g'riligiga ishonch hosil qilgandan so'ng validate, ya'ni tasdiqlash tugmasini bosasiz. Tizim jurnal yozuvlarini, ya'ni journal entry'ni yaratadi. Agar xodimni bank hisob raqami kiritilmagan bo'lsa, xodim profilda personal qismiga o'tib, u yoqda bank accounts maydoniga yangi hisob raqamini qo'shib, trusted belgisini yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ishonchli belgisi yoqilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Shundan so'ng bemalol oylik to'lov qilsa bo'ladi. To'lovni amalga oshirish uchun pay tugmasini bosasiz. Ochilgan oynada to'lov jurnalini, misol uchun bank va usulini, ya'ni MSDni tanlab, create payment, ya'ni to'lov yaratish tugmasini bosasiz. To'lov yakunlangandan so'ng ko'rishingiz mumkin status paid, ya'ni to'langanga o'zgaradi. HR va payroll bo'yicha video instruksiya darsimiz tamom. Salomat bo'ling.